Hörmətli studentlar, bugün mənə Uyğur dilinin teoriyası və tarixi degan dərsimizni, mana ikinci dərsini başlayırıq. Canlar yaxşı məlum, Uyğur dilinin teoriyası və tarixi degan dərs ümumən Uyğur dilinin tarixiga keng toxtalıb ötüdüm. Özümüzə yaxşı məlum, biz Uyğur dilinin tarixini çoğun 3 etapga bölген. Kim aytib berdi, qanday etaplar bu? Ölmedik. Nuriyeva. Qadimiy davr, kona davr, hozirgi davr bölündü. Qadimiy davrga qaysi yillar kirdik? Kim aytib berdi? Qadimiy yilga, qadimiy etapga. 5. etap kurdu. En kadimiyle 5. 13. Almada preç? Sahin oradan. En kadimi periyotta bizning eramizdan burun 5. asrlar kirdi. Bizning eramizdan burundan, qarang, bizning eramizdan burundan hem bizning eramizdan 5. asrgacha mumkin? Ilgari. Kadimiy periyod 5. asrdan 13. asrgacha kirdi. En kadimiy bizning eramiz ilgaridan bizning eramiz 5. asrgacha, qadimisi 5. asrdan 13. asrgacha. Konu etap qaysi kirdi? Konu etapga? Dastlabki o'rta asrlar periyodi. To'xtab. Men boshqasini so'ramaydi. Kim bo'lmaydi? Alinur. Konu etap qaysi kirdi? Qaysi yillar? Kim aytdi? Nijat. Nijat. Onu yapar o 11. asırdan bizim İran'ın 11. asır 4. asırgacha bo'lgan aralıq kirdi. Yana? Asırga o 4. asırgacha bo'lgan kirdi. Andan dürüst tutmadı. Dürüst bir andan baya kelgan seni постоянно başlap. Hazırkı etapçı. Ya 63. etap qaysi kirdi? Abdukarim. Abdukarim. Qo'shing. Ovozini qo'shing. 3. etapga 10. asrdan 11. asrgacha. Ya. Malmedik. Almadik. Zamanı etap şık periyodga bölündü. Yangi periyod ve hazırki periyod. Yangi periyodga 17. asrdan 19. asrgacha vaqtlar kirdi. Hazırki periyodga 20. asrdan 21. asrgacha vaqtlar kirdi. Buni qaysi olim mushunday etaplarga bo'lgan? Qaydarov degan olim 3 etapga mushunday bo'lib qargan. Abduvali Qaydarov. Endi bizda yana bir olim bor, qaysi olim? Yani 3 etapga bo'lgan. Qisqa 3 etap qaysi? Radlovmi? Degan. Ya. Arat. Arat Arat olim qanday bo'lgan-ki, o'zining Uyghur tilining etaplarini? Etapga bo'lgan, biroq ular har bir etapni ikkiga bo'lganda buni Qaydarov o'xshash. U yerda qadimiy etap, qadimiy davr, kona davr va hozirgi davr. Qadimiy davr, kona davr va hozirgi davr deb 3 xil bo'lgan. Unda buni Qaydarov o'xshash har bir etapni ikki bo'lmagan, ya. Endi bugungi kunlikda biz shu Qaydarovniki ham ishkesi tang bo'lingan cho'ng bir etapni boshlaymiz. U bo'lsa qadimiy Uyg'ur tili. Qadimiy Arabniki bo'yicha boshliqmi? Qadimiyning o'zi ikki bo'linadi. Eng qadimiy va qadimiy deb. Endi shu davrlarda bizning ana tilimiz, ya'ni Uyg'ur tili qanday davrlarni o'zib ketgan, shu vaqtdagi alohidlik qanday bo'lgan? Şunun fonetik olsun, grammatik olsun, morfologiyalik olsun, leksikalik olsun, alohidlik qanday bo'lgan? Shu to'g'risida qisqacha to'xtab o'tgan bo'lamiz. Hozir slaydga diqqat qilamiz. Umuman bugungi o'tilgan mavzuimizni yozib olamiz. Qadimiy Uyg'ur tili. Qadimiy Uyg'ur tilining leksikalik, fonetikalik alohidliklari. Я включила демонстрацию экрана. Всем видно?
Endi men qaraymiz, o'zinglarga yaxshi ma'lum. Qadimiy Uyg'ur tili da bizda xo'shalik qilarli yeri cho'ng bir asrni o'z ichiga oldi. 6-7 asrni o'zining ichiga oldi. Qadimiy Uyg'ur tili. Shuning ichida endi shu davrlar bo'lgan demak, biz shu vaqtda shunday davlatlar bo'lganda, masalan 740-yildan 845-yilgacha Uyg'ur Arxon davlati degan davlat bo'lgan. O'shunday slaydni o'tmay bu datlarni yodlab olinglar. Men har qanday so'rg'a vaqtda sen menga aytib bergan darajada bo'lishi kerak. Buni bir yodlamsak bo'lmaydi. Bu bizning qadimiy tariximiz, bu bizning muhim tariximiz, bizning qanday davlatlar bo'lganini, bizda qanday davlatlar bo'lganligini aytib o'tilgan ayta ulug' sonlar, raqamlar desaq bo'ldi, sifrlar bu. Buni yodga bilmasak bo'lmaydi. Mana o'sha qadimiy Uyg'ur tili kirgan davrlarda shunday davlatlarimiz bo'lgan. Bu birinchisi Uyg'ur Arxon davlati 748-45-yillarda umr surgan, ham Uyg'ur Idiqut davlati bu 850-yildan 1335-yilgacha hukm surgan. Endi bu davlatlarga Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qilgan. Budda dini o'zingizga yaxshi ma'lum. 11-asrda, 10-11 asrda cho'ng ikki Uyg'ur davlati bo'lgan, ikkital Uyg'ur davlati. Biri Uyg'ur Idiqut davlati, ikkinchisi Qaraxoniylar davlati. Yilga qarayamsizlar, ikkalasining yil boshlanishi birdagi 850-yil boshlangan, biroq oyoqlashi Uyg'ur Idiqut davlati keyinroq o'ldi. Qaraxoniylar davlati 1812-yilda bo'ldi. Qaraxoniylar davlatidagi Uyg'urlar bo'lsa, bu musulmon diniga, ya'ni islom diniga e'tiqod qilgan Uyg'urlar bo'lib hisoblanadi. Demak, bir davrda ikki Uyg'ur davlati hukm surgan. Buni aytib bir hayron qolarlik bir tarixiy voqea. Shundaqla yana bir davlat bo'lganki, shu davrlarda endi hukmronligi birinchi asr bo'lsa-mu, buni to'g'ri buni qaydan bilmaydigan vaqtda buni shu davrlarga oid topilgan materiallardan bilgan bo'ldi. Masalan, Uyg'ur Idiqut davlati to'g'risida Kumarajiva degan Uyg'urning shu davrdagi Budda dinining daqiqanda mo'llisi desam bo'ldi. Shu ayol to'g'risida ma'lumotlar bor. Endi buni nima kelganimizda Qaraxoniylar davlatiga kelganimizda albatta bu yerda biz Yusuf Pasaji bilan Mahmud Qashqariyning asarlari orqali shu davlatning hukm surganligi to'g'risida axborotni olgan bo'lamiz. Chunki Qutb Republikaning o'zini xonga topshirgan konstitutsiya ritida. Topshirgan vaqtda shu davrdagi xon unga Yusufga Xas Hojib degan unvonni bergan degan tarixiy narsalarni atab o'tgan. Biz agar nima tarixdan yaxshi ushur olganmiz, kelajakda mana bu asarlar to'g'risida yana aytib o'tgan bo'lamiz. Endi Uyg'ur Kangsu davlatida naytijiq tarixiy yodgorliklarimiz mavjud. Umuman qadimiy Uyg'ur tilini Abduvali Qaydarovniki aytib o'tgan bo'yicha bizning Eronimizning ilgarigidan 5-asrgacha bo'lgan oraliq eng qadimiy asr bo'lib hisoblanadi. Nishki 5-asrgacha degan vaqtda oldingi darsda aytib o'tdik. Dastlabki Uyg'ur tilidagi bizning davrimizda topilgan asar u 5-asrga taalluqli. U Vastanapid, ya'ni Yoshirin tilak degan asar. Buni doimiy yod qilamiz. Dastlabki Uyg'ur tilida yozilgan asarlardan biri bo'lganlikdan shu. Nimishki bizning Eronimizning ilgarigi va 5-asrgacha deb olganimizni sabab desak, bizni mushunda cheklandi degan gap emasda. Buni oldidan asarlar yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin bizning davrimizga yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bugungi kunlikda bir yerda yotadi u. Buni tepish mumkin, bo'lmadi deyish mumkin. Shunga biz bizning Eronimizning ilgarigidan Erongacha bo'lgan 5-asrda bir etap bo'lishimizning sababi shu. Umuman endi shu davrda nimishki olaydan bu yerda Uyg'ur tili deb qarayapmiz.
Mushunchalik davrda umr sürgenden qandaq bo'lyapmiz degan vaqtda albatta yodmi yodiqarliklar orqali bo'lyapmiz. O'xshashlar 10-asrga taalluq cho'ng bir adabiy asarimiz bor. U Oltin Yoriq deb ataladi. Oltin Yoriq degan asar bu 10-asrga taalluq. Bu kitobda 710 betlik kitap. Mazkur kitobda 3560 so'z berilgan. Endi keyin olimlarning tadqiqot qilish bo'yicha umuman Uyg'ur tili qanchalik darajada bo'lgan buni. Shu davrda mana bugungi kunlikda biz qo'llayotgan tilimizning faqat bir 50% o'tgan biz hisobladik qo'yamiz. Sizlar bilan hisobladikmi? 50% yoki 60% toza Uyg'ur tilidagi so'zlar, qolganlar kirma so'zlar bo'lib ketgan. Lekin şu davrda 11 asr burun 11 asr burun Oltin Yoriqdagi asarni so'zlarni niqib chiqqan vaqtda hisoblab chiqqan vaqtda Uyg'ur tilidagi so'zlar 2893 shu kitobda 2893 Uyg'ur so'z uchrashgan. Demak, buni prosent qilganda 81,126% tashkil qilgan. Bu albatta aytib bir yuqori darajada toza Uyg'ur tilimizga qo'llangan so'zlarni aytib ko'p bo'lgan. O'zimizning toza Uyg'ur tilida so'zlaydigan vaqtlar bo'lgan deb tasavvur qila olamiz. Arab so'zi bo'lsa, bari qushqitali so'z bo'lgan edi, arab so'zi. Bugungi kunlikda o'zimizning Uyg'ur tili bilan tangdagidek qo'llanib kelyapmiz. Bizga deganda bizning islom dinining kirish orqali biz shu so'zni jiq qo'llanishga bu to'g'ri yana oldingi darajada aytgan. Shundimi shu davrda mana bundan 11 asr burun arab so'zi bir asr faqat chiqtal arab so'zi uchrashgan. Sanskrit so'zi dedi. Sanskrit degan yani bu shu Buddhaning ait Pars so'zlar bo'lsa kerak. Buddhaning bu yerda 513 so'z uchrashgan. 10%ga chaqqanda 14,41%, 141% tashkil qilgan. Hatta bu Oltin Yoriq degan nimada grek so'zlari uchrashgan ekan. Faqat 3 talla grek so'z uchrashgan. Bu 0,8% tashkil qilgan. Ya'ni 1% ham yetmagan. Arab so'zimi, grek so'zimi faqat 1% ham yetmagan. Ne qarasang, shundaqla Xitoy so'zlari uchrashgan. Xitoy so'zlari 81 ta so'z bor. Endi 10% chaqqanda 0,28%. Xitoy so'zimi uncha chiq emas. Bugungi kunlikda biz qo'llangan ko'p tatlarning hamsi degdeklar Xitoy Tungan tillaridan kirgan. Besey, Jangdu, Cheyze, Laza bular hamsi shu Tungan Xitoy tillaridan kirgan so'zlar. Shundaqla Tibet so'zlari uchrashgan bu asarda. Uni qaydan bilmizga vaqtda shu asar o'qish orqali olimlar faqat 6 so'zni Tibet miltiga oid so'z deb qabul qilgan. 10% chaqqanda 0,17% tashkil qilgan. Bu hech qanday 1% ham yetmaydigan so'z. Shundaqla Iran so'zlari, Iran mana persiyskiy deymiz, fars tilidagi so'zlar, Iran so'zlari uchrashgan. Buning ichida 31 tal Iran so'zi chiqqan. 10% chaqqanda 0,188% tashkil qilgan. Mana shundaq cho'ng asarni tahlil qilib o'zimizning Uyg'ur tilidagi leksikalik alohidlikni aniqlagan. Shu vaqt birini ayta olamiz. Bizning Uyg'ur tilining leksikasi shu paytda 80% ni tashkil qilgan. Bu nihoyatda yuqori darajadagi ko'rsatkich bo'lgan. Demak, qadimiy davrda tatbiqlar bizning Uyg'ur tilimiz o'zining tili boy, o'zining tilni mukammal bilgan millatlar qatoridan ko'ringan deb ayta olamiz. Endi qadimiy Uyg'ur tilining fonetikalik alohidliklari qanday bo'lgan deganda u harflarni tadqiqot qilish orqali so'zliq tovushlar yoki bugungi kun tarifatimizda qo'llangan bo'yicha 8 so'zliq tovush bo'lgan. 8 so'zliq tovush deganda biz yerda bir tovush bilan bir tovushni o'rnini almashtirish to'g'ri kelmasanga degan harfi hozir yo'q. Tarifatimizda degan uning o'rniga degan harf bor.
burun harfi qo'llanishning o'rnida bo'lmagan ekan. Endi a, o, ü, u, ü, i, mana bugungi kunlikda bor so'z tovushlar faqat e'li yo'q. Endi etajirki yu, ya degan bu kirma so'zlarga keladi. Kirma so'zlardan kirdigan so'zlarga keladi. Yu bilan yani faqat bu Qozog'istondagi Uyg'urlar ishlatadi. Tarixatda esa u arabiyat yozganda mesela yalpuz desek y, a, ula, bu uzda bir yazdı. Bu şey ya harfini yazmaydı. Başka bu ya, yu, koş tavuşlar kadar kırgız koygan. Bunu etajırda e'nin 3 yıl harfinin bizim Uygurtluğa hiç kandak bir ehemmiyeti yok. Umuman qidimi ida alganda buni aytdi. Taki mushkim kechi so'zliq tavuşlarning saqlanib kelayotganligi bizni albatta qo'shalik qildi. Yana bir narsa endi qidimiy Uyg'ur tilidagi fonetiklik alohidliklari qanaqa bo'lgan deganda, masalan, bugungi so'zlatgan ham tovushlar bo'lgan vaqtda endi ular qanday so'zlarni qayerdan keldi, shu to'g'risida tadqiqot qilgan. Masalan, K, Q, T, Ç, M, N harfleri sözün barlıq joylarida kelgan. Yani sözün beshidimi, sözün o'ttirdimi, sözün oxiridimi kelgan. Yani S harfi bo'lsa, sözün beshi bilan o'ttirsizlik kelgan. Az bugungi kunlikda faqat fe'llarni qamsaq, sözün oxirida kelgan bir tomir so'z yo'q. Yani bo'lmas, itmas degan o'xshash fe'llar orqali yasalgan s oxir kelsa, bunda sözün oxirida kelgan faqat fe'llarga qarab keldi, qolgan tomir so'zlarda ancha kamaydi. Shundaqla v, r, z, n harflari sözün o'ttirsa va oxirlarida uchrashgan. Shu davrlarda, hozir emas, shu qadim davrlarda. Shundaqla d, l, r harflari so'z beshida va kirma so'zlarda ko'p ishlatilgan. Bilimsa, besh harfi d'dan boshlanadigan yordamchi fe'ldan boshqa, degandan boshqa, d'dan boshlanadigan toza Uyg'ur tilidagi so'z yo'q. Demak, bu yerda biz kirma so'zlarda deganimizdan so'zga isbot etgan shuni aytgan bo'ldi. Endi sh harfi bo'lsa, so'zning o'ttirsida va oxirsida kelgan sh harfi. Bu oltin yoriqni o'qigan vaqtda Bostandan ketib o'qitganda shunday ishimlar kelgan olimlarimiz. Taxmin shuni bayqagan. Bunaqla b, y harflar bo'lsa, to'liq so'zning beshida keldi. Sözün bir şey kelgan b harflari. Da bugungi kunlikda shunda, masalan, so'zning oxirida kelgan nimni topmoq ta'si b harfini. Y harfi chiqqan, biroq b harfini so'zning oxirida topmoq ta'si. F, h so'zlari asosan kirma so'zlar ishlatadi. Biz bugungi kunlikda boshqa f bilan harfi kirma so'zlar ishlatadi. Shundaqla p harfi bo'lsa, so'zning barliq joylarida ishlatadi. Bugungi kunlikda shundaqlay. Mana bu fonetiklik alohidliklari o'shandan iborat. Umuman hozirgi bilan selishtirgan vaqtda qattiq bir o'zgarish bo'lmagan, Uyg'ur tili shu qilib bilan saqlab qolgan, faqat bizning fonetik jihatdan qattiq bir o'zgarish bo'lmagan, faqat leksiklik jihatda bizda arqa qaytish ishlari yuz bergan, chunki kirma so'zlarni aytib bizning tilimizga kirib ketgan. Bu kirma so'zlarni ko'plab kirishi bu bizning tilimizning taraqqiyotiga ulush qo'shadi deb aytamiz. Aksincha bizning taraqqiyotimizni oldin to'raydi. Shuning uchun davomli maslahat qaqshaydigan ham aytiladigan toza Uyg'ur so'zlarni ishlatinglar, toza Uyg'ur so'zlarni ishlatishga tirishinglar, toza Uyg'ur so'zlarning ma'nosini tushunishga tirishinglar deb aytilgan shu. Chunki tilimizning taraqqiyot etilishi u sizlar bilan bizning qo'limizdagi ish. Bugungi kunlikda o'tadigan mavzumuzni bayaqma aytib o'tgandek, qadimiy Uyg'ur tili, ya'ni qadimiy Uyg'ur tilining leksiklik va fonetiklik alohidlik degan mavzuni bugungi kunlikda biz mushtaq bir to'liq emas bo'lsa, qisqacha aytib o'taldik deb o'ylayman. Endi men hozir sizlarga uyga shu slaydni daftaringlarga sizlash orqali ham 5-betdan yozimizni o'tab shu 5-betdan
8-ci bətlikçə qidimi Uyğurtun morfologiya alohidligiga kelişçə oqub, şunu konspekt qilib kelmiz, dəftərimizə yazıb, endik dərsi mən hər birisini soruşum mümkün. R hərfi qanday alohidlik ötke, Y hərfini qanday ötke, A hərfini qanday ötke yoxsa, sən şunu mən etib belgilək dərəcədə oqub kelsinəni Naqımız offline o vaxtlarda dərsini offline oxuyumuz. Şu vaxtda mən şunu etib etməyəm olma. Yaxşı tərif qilmə. Şunu nimə misallarını dəftərinizə toluq oynayınlar, uzanlar kerak olsa kart çıxıb yasayınlar. Endi dərsdə sorağanda çaqan cavab verir. Misallarını tapıb yazıb platformaga salınız. Dərs düşünüşmə. Çənmə gəldirin labama. 4 minut vaxtımız qaldı.